Menga qara Komil. O'zingmisan? Yo seni almashtirib qo'yishdimi? O'zimman og'ayni, o'zimman. Senga bir yaxshi xabar yetkazaymi? Bor ekansan, o yaxshi xabar, yaxshi gaplardan gaplashaylik, Komil. Alloh taolo muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bizga meros qoldirgan hadislarida bizni namoz o'qishga buyurishdi. Dinimizda yaxshi ko'rgan narsangni birodaringga ilingin deyishadi. Men bugun saharda bir she'r o'qidim. Juda ta'sirli she'r ekan. Agar istasanglar, sizlarga o'qib beraman. Subhanalloh. She'r bitta eshitaylik bo'lmasa. Bu she'rda Allohga sajda qilish haqida aytiladi. Halol haromning farqiga bormay, shaytonga ergashar, ortidan qolmay. Erta kech aroni ichganlar tinmay, yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Zinoyi fahshdan hazar qilmagan, bir bora masjidga qadam qo'ymagan, dunyoning zarini yig'ib to'ymagan, yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Kimlardir nogiron tavbani qilsa, sog'larning makoni choyxona bo'lsa, qalblari g'iybatdan gunohga to'lsa, yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Omadi kelganda to'kib borini, boylarga ochadi dasturxonini, ochlarga bermagan bitta nonini. Yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Yurgan har yo'lida qiladi gunoh. Yo tavba der qalbimda Alloh. Shunchalik bo'lurmi razillik, evoh. Yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Opa yusinisi chet elda yursa, o'zlari dayuslik maqomin olsa, birovning ayolin ustidan kulsa, yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Yoshingiz 80 ga yetib borganda, bilakdan kuch-quvvat ketib qolganda, ajalingiz eshik qoqib turganda, yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Dunyoga ishonmang, u asli yolg'on, qalbiga in qurgan la'nat shayton. Bir kuni dod solib yig'laysan, ishon. Yig'langlar dunyoga to'y olmaganlar, boshini sajdaga qo'ya olmaganlar. Hammamiz boshimiz sajdada bo'lsin. Doim Alloh taolo bizni yaxshi ko'rsin. Nima? Alloh ham yaxshi ko'radimi? Albatta. Qur'oni Karimda shunday deyilgan. Albatta Alloh yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Baqara surasi 195-oyat. Albatta Alloh tavba qiluvchilarni sevadi. Alloh o'zlarini mudom pok tutuvchilarni sevadi. Baqara surasi 222-oyat. Alloh taqvo qiluvchi kishilarni sevadi. Oli Imron surasi 76-oyat. Albatta Alloh sabr qiluvchilarni sevadi. Oli Imron surasi 146-oyat. Allohga tavakkal qiling, suyaning. Albatta o'ziga tavakkal qiluvchilarni sevadi. Oli Imron surasi 159-oyat. Albatta Alloh
adolat qiluvchilarni sevadi. Moida surasi 42-oyat.